Assalomu alaykum. Men Rahmonov Sanjarbek, Respublika ixtisoslashgan travmatologiya markazi shifokoriman. Bugun bo'g'imlardagi vujudga keladigan kasalliklar to'g'risida, ya'ni ularning profilaktikasi to'g'risida gaplashamiz. Bo'g'imlarni rivojlantirish, kontrakturalarning profilaktikasi va tayanch harakat tizimi mexanoterapiyasi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bemorni umumiy ahvolini biz ko'rishimiz kerak. Uning tayanch bo'g'imlaridagi umumiy harakatini biz tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu tayanch harakati tizimidagi bo'g'imlar, bular chanoqson bo'g'imi, tizza bo'g'imi, boldir oshiq bo'g'imi bo'g'imlari kiradi. Bunda avvalambor bo'g'imlarning fiziologik bukilish, yozilish darajasini ko'ramiz. Hozir biz chanoqson bo'g'imi va tizza bo'g'imi fiziologik jarayonni tekshirdik. Bunda bukilish darajalari va yozilish darajalari normal holatda va endi chanoqson bo'g'imini, ya'ni burilishdagi, o'zimiz oddiy til bilan aytganda burilishdagi holatini tekshirib ko'ramiz. Chanoqson bo'g'imini burilish graduslari yaxshi, bunda patologiya yo'q. Avvalambor o'shalarni tekshirib ko'rishimiz kerak. Va pastki boldir oshiq bo'g'imini bukilish, yozilish darajasini tekshirib ko'ramiz. Endi bo'lsa yuqori qismidagi bo'g'imlarga nazar solamiz. Bu yerda ya'ni qo'l bo'g'imlarida asosiy yirik bo'g'imlar, bular yelka bo'g'imi, tirsak bo'g'imi va bilak kaft bo'g'imlari kiradi bunga. Bunda yelka bo'g'imini avvalambor tekshirib ko'ramiz, ya'ni ko'tarilish darajasini. Yozilish darajasini, aylantirish, ya'ni yelka bo'g'imini aylanuvchi xususiyati bor. Aylantirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, yelka bo'g'imini hozir tekshirdik. Keyingisiga tirsak bo'g'imi kiradi. Tirsak bo'g'imini bukilish, yozilish darajasini tekshirib ko'ramiz. Tirsak bo'g'imini yozilish darajasi juda ham yaxshi. Endi bilak kaft bo'g'imi. Bilak kaft bo'g'imlari ham bukilish, yozilish darajalari yaxshi. Kontrakturalarning rivojlanishi bu avvalambor yirik bo'g'imlar operatsiyasidan keyin yoki ya'ni immobilizatsiya deymiz, gipsda yoki fiksatsiyada uzoq vaqt davomida turib qolish natijasida bo'g'imlarda qotish yuzaga keladi. O'shaning uchun ya'ni qotish bu uzoq vaqt davomida yuzaga keladi. Qotgandan keyin bo'g'im, ya'ni gipsni yechgandan keyin yoki fiksatorni yechgandan keyin albatta uni razrabotka qilish kerak. Ya'ni fiziologik bukilish, yozilish darajasini o'z holatiga keltirishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun avvalambor nima qilish kerak? Reabilitolog shifokori nazorati ostida bo'lishi kerak hamma amaliyotlar. Bemorlar o'zlari shug'ullansa bo'ladi, faqat buni, ya'ni LFK mashqlar deymiz, fizkultura, jismoniy tarbiya mashqlarini o'zlari bajarsa bo'ladi. Lekin jismoniy mashqdan tashqari bizda majburiy bukish, yozish bo'g'imlarni, ya'ni bo'g'imlarni majburiy bukib yozish degan tushuncha bor. O'sha majburiy bukib yozish amaliyotlari
albatta mutaxassis nazorati ostida bo'lishi kerak. Kontrakturalarning profilaktikasida albatta birinchi o'rinda majburiy bukish yozishdan oldingi holat bu har doim jismoniy mashqlar, ya'ni bo'g'imni qizdirib olish nazarda tutiladi. Bo'g'imni qizdirib olish muddati bu ko'p faktorlarga bog'liq, ya'ni bemorning yoshi, jinsi, bo'g'imlardagi bukilish, yozilish darajasi va umumiy bemorning ahvoliga bog'liq. Jismoniy mashqlar shunga qarab belgilanadi. Yuqori qismdagi bo'g'imlarda patologik o'zgarishlar, ya'ni kontrakturalar vujudga kelsa, ularni LFK mashqlari qanday amalga oshiriladi? Ya'ni qizdiruvchi mashqlar. Qizdiruvchi mashqlar yelka bo'g'imida nuqsonlar bo'lsa, imkon qadar yotgan holatda bajarilishi kerak. Chunki tikka turgan holatda bemor qiynalishi mumkin. Xo'p, bemorga mashq qilishni bajartiramiz, ya'ni bemorga ko'rsatib beramiz. Qo'llar tepaga ko'tariladi, yonga tushiriladi va o'z holatiga qaytariladi. Bu mashq, ya'ni boshlang'ich mashq hisoblanadi. Bu mashqda biza bemorning imkoniyatlarini tekshiramiz. Bu qanday bajaradi? Bajarish imkoniyati bo'lsa, shu mashqdan boshlasak bo'ladi. Bu mashqimiz ikkita qo'lda bir vaqtida, ya'ni sinxronna bajariladi. Bemorni, ya'ni operatsiya bo'lgan yoki muammosi bor bo'g'imini dan tashqari bu yerda sog'lom bo'g'im ham ishtirok etadi. Ya'ni bu sog'lom bo'g'im uchun bo'g'im profilaktikasi hisoblanadi. Ya'ni artroz, artrit lardan profilaktika hisoblanadi. Birinchi mashqimizda yelka bo'g'imiga ishladik. Bu yelka bo'g'imini ishlaganimizda qo'llarimizga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Qo'llarimiz pronatsiya holati deymiz, o'zimizning tilda, meditsina tilida pronatsiya holati bo'ladi. Ya'ni kaft qismi pastga qaragan holatda bo'ladi bemorda. Shu holatda bemor qo'lini tepaga ko'taradi, yonga uzatadi va pronatsiya holatida qaytaradi o'z holatiga. Bu mashqimizni 20 tadan 3 marotaba takrorlasak bo'ladi. Keyingi mashqimiz, e'tibor bergan bo'lsanglar, qo'limiz pronatsiya holatida turadi, ya'ni kaftlar pastga qaragan holatda. Buni supinatsiya holatiga keltiramiz. Supinatsiya holatida kaftlar, ya'ni tepaga qaragan bo'ladi supinatsiya holatida. Supinatsiya holatida bemor yelka bo'g'imga ishlaydi, ya'ni tepaga ko'taradi, yonga uzatadi va supinatsiya holatida o'z holatiga qaytaradi. Bu mashqni ham 20 marotaba bajarsa bo'ladi, 3 martadan. Keyingi mashqimiz tirsak bo'g'imiga qaratilgan bo'ladi. Tirsak bo'g'imini, ya'ni qo'llar bu holatda, ya'ni supinatsiya holatida bo'ladi, kaftlar tepaga qaragan holatda. Bunda oxirigacha bukish, ya'ni imkon qadar oxirigacha bukish va yozishlar kiradi. Bu mashqimizni ko'p marotaba bajarsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiy maqsad bo'g'imlarni qizdirib olish, ya'ni ularni majburiy bukib yozishga tayyorlash. Keyingi mashqimiz bilak kaft bo'g'imi. Bilak kaft bo'g'imida ham xuddi shunaqa amaliyot bajariladi. Ya'ni bunda qo'limizni kaft qilib bajarsak ham bo'ladi, bilak kaft bo'g'imini razrabotka qilsak bo'ladi yoki musht qilgan holatda bajarsak ham bo'ladi. Tayanch harakat tizimlari, ya'ni tayanch harakatini bajaruvchi bo'g'imlar, bular chanoq son bo'g'imi, tizza bo'g'imi, boldiroshiq bo'g'imlar kiradi deb aytdik. Bunda tepaga o'laroq bizda pastki tomondan boshlanadi, ya'ni mashqlar. Biz hozir avvalambor boldiroshiq bo'g'imidan mashqlarni boshlashimiz kerak bo'ladi. Bunda qanaqa mashqlar qilinadi? Oyoq panjasini uzatamiz. Buni ikkita oyoq bilan sinxronda bajarsa bo'ladi. Ya'ni oyoq bilan ikkalasini ham uzatib, keyin o'zimizga tortamiz maksimal darajada. Keyin yana uzatamiz. Bu mashqimiz boldiroshiq bo'g'imi uchun mo'ljallangan. Buni imkoniyat darajasida qilib bilishimiz kerak bo'ladi. Bu mashqimizni xuddi shunday 20 martadan 3-4 marotaba takroran bajarsak bo'ladi. Keyingi mashqimiz tizza bo'g'imlariga qaratilgan bo'ladi. Tizza bo'g'imini, ya'ni bukish va yozish mashqlardan iborat bo'ladi. Bunda tizzamizni maksimalniy
bukamiz, tizzamizni bukamiz va yoyamiz. Tizzamizni bukamiz va yoyamiz. Ko'rib turganingizdek, bu mashqimizda tizza bo'g'imi biz tizza bo'g'imiga ishlayapmiz. Xo'p, bu yerda asosiy maqsad tizza bo'g'imini o'sha qizdiruvchi mashqlarni bajarayotganligimiz bo'ladi. Keyingi mashqimiz. Bunda tizza bo'g'imini bukib turib, biz hozir chanoq son bo'g'imiga tepaga, ya'ni tepaga ko'tarildik mashqlar bo'yicha. Tizzani bukib turib, keyin yonga, ya'ni oyoqni yonga tashlaymiz va orqaga qaytaramiz. Bu mashqimizni bajarish uchun chanoq son bo'g'imi faoliyati, ya'ni uni holati juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Agar chanoq son bo'g'imidagi holat yomon bo'lsa, ya'ni operatsiyadan keyingi holatlar bo'lsa yoki qanaqadir ham jarohatlar bo'lsa, buni amalga oshirish juda ham murakkab bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu ya'ni bazaviy deymiz, bazaviy mashqlar hisoblanadi. Bu mashqlarga qarshi ko'rsatmalar deyarli yo'q, chunki bu mashqlarda murakkablik yo'q. Mashqlarni bemorning o'z holatini his qilishi va qulayligini inobatga olib, turli xil uslublarda bajarsa bo'ladi. Ya'ni hozir biz bemorni yotgan holatda mashq bajarishini ko'ramiz. Tayanch harakati tizimidagi bo'g'imidagi vazifasini bajaruvchi mashqlar bu yotgan holatdagi boldiroq bo'g'imini mashqlarni bajarish uchun bemor oyog'ini to'g'ri burchak ostida bukadi, va boya ko'rsatib o'tganimizdek, birinchi mashqimizda ko'rsatib o'tganimizdek, o'ziga tortib va uzatadi. Hozir boldir oshiq bo'g'imiga ishladik. Ikkinchisi tizza bo'g'imiga. Tizza bo'g'imiga yotgan holatda maksimal ravishda bukish amalga oshirilishi kerak. Ya'ni bukadi va yozadi. Bu mashqimizni bir necha marta takroran bajarsak bo'ladi. Chanoq son bo'g'imiga mashqlarimiz bu yotgan holatimizda, ya'ni oyoqlarni tashqariga bukish va ichkariga bukish mashqlari bajariladi. Bu mashqimiz kimning yordamida bajarilsa ham bo'ladi. Hozir tepa qo'llarning yirik bo'g'imlariga mashqlar bajaramiz. Bemor yotgan holatda yelka bo'g'imini mashqini bajaramiz. Hozir biz yelka bo'g'imi, tirsak bo'g'imlariga ishladik. Bu mashqni bajarganimizda orqa muskullar ham yaxshi rivojlanadi. Bilak kaft bo'g'imiga ishlashimiz uchun qo'llar uzatilgan holatda bo'lishi kerak. Bilak kaft bo'g'imizni boyiga bukib yozamiz. Bukib yozamiz. Bukib Sizlarga ko'rsatib bergan mashg'ulotlarimizni bemor mustaqil ravishda bajarsa bo'ladi. Qandaydir qiyinchiliklar bo'lsa yoki qarshi ko'rsatmalar bo'lsa,
buni mutaxassis yordamida bajargan ma'qul yokida uy sharoitida bemorga yordam beruvchi shaxs bo'lgani afzal. Savollaringiz bo'lsa, bizlarga murojaat qiling. Sizlarga rahmat, salomat bo'ling.